Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum aka. Men akamga texnika bermoqchiman. Pogruzчик. Pogruzchiklarimiz 3 xil pogruzchiklarimiz bor. Mana qaratsangiz bo'ladi. Bir kubalik, biri 4, biri 5. Biri 5 ni ikkita kovushligi ham bor. 2.1 kubalik kovushi. Ular yuqa kovush bo'ladi. Katta kovushi bug'doy nima ko'mir shularni olishga. O'zini radnoy kovushi 1.2 bo'ladi. 420 ko'taradi. Ikkinchi etajlarga ham bemalol yuk ko'tarib bera oladi. Keyin 1.8 motori turibdi bularda. 125-92 kilovatlik motor turibdi. O'zi 7 tonna deydi. Shu misol qaysi biri qiziq, qaysi olmoqchisiz? Kattasi bosh to'lovi 110 million bilan olib ketasiz. Qolgani 8 milliondan 3 yilga bo'lib berishga bo'ladi. Hech nima kerak emas, bitta pasportga olib ketadi. 110 million bo'lsa bo'ladi. Akam Rossiyada hozir. Mana keyin o'rtachasi ham bor. Sal qimmatli chiqsa 100 million bilan ham olib ketasiz. Mana o'rtada turgani bor. Uni oyiga 7 milliondan tushadi, 3 yilga to'laysiz 7 milliondan. Yana maydasi bor. Uni bir где-то 70-80 million bilan ham olasiz. Oyiga 4 milliondan chiqadi ular 3 yilga. U ham 1 tonnadan oshib ko'taradi, 1 kubalik. Ekskavatorlarimiz kattasi bor. Buni 230 million bilan olib ketasiz. Boshiga 230 million to'laysiz, 16 milliondan tushadi oyiga 3 yilga. Mana o'zi 200 million bilan olib ketasiz. 50 kilovatlik ekskavatorimiz 0 kubak kovushi 680 strelasi. Bunisini 7 metr strelasi. 0 kubalik 55 kilovatlik 75-60 bo'ladi. Anoni 200 million bilan olib ketasiz. Oyiga 13 million 800 ming 14 milliondan chiqadi. Keyin yana bitta eng vazli narsa 3 oyda bir to'lasa ham bo'ladi pulini. Har oyma-oy to'lamaysizda, misol birda ish bo'ladi, birda bo'lmaydi, 3 oyda bitta qilib to'laysiz. Shunaqa yo'llari bor. 6 oyda bir to'laydigan qilsak ham bo'ladi. Boshlang'ich to'loviga pulingiz yetsa bo'ldi. Kelaverib telefon qiling. Keling, mana 1 yil garantiyasi bor 2000 motochasi hamma texnikamizga. Bizni manzilimiz Yangi Sergeli ko'cha. Mana shu mashina bozoriga yetmasdan o'ng tarafda mana shu zdaniya bo'ladi. Yangi Sergeli 27. O'zgarish mo'sidan kelganingizda o'ng tarafda